شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان يا حبيب رمضان Bugungi chiqgan taat ibodatlarimizni dargohida aslab qabul qilsin. Bundan keyingi Ramazon tutkuchi bo'lgan vaqtimizni taxmi xayrlik, barakatli o'tkazishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Endi bir insonninki mushu hayotdagi yasham qonuniyati avval bir odam bir fikrga, bir e'tiqodga ishongandan keyin o'zining harakatini, ish faoliyatlarini shu e'tiqodiga udillab yashaydigan gapga. Endi bu fikr, e'tiqod degan narsani o'rganishda va o'ziga o'zlashtirishda tarbiya islomiyada eng yaxshi usul şu e'tiqodini nazariya jihatdan o'rganish bilan birga buni amaliy yashagan, o'zida mujassamlantirgan, shu bo'yicha hayotini o'tkazgan manda jonliq shaxslar bo'lsa, uningga o'zini taqlid qilib, shuni o'ziga o'rnak qilib yashasa, buningki o'ziga o'zlish ta'siri xoslam bir fikr o'rgangandan, xoslam bir e'tiqodni tushungan qargan chog'da bakrak kuchli qilgan gap. Bugun hamda menga tushkina shu Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuninki manaqiblaridan, sifatlaridan bir qancha mazmunini bayon qilishdi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu kichigidan tortibla sap payg'ambarimninki tarbiyasida, payg'ambarimninki rioyati ostida cho'ng'igan sahoba. Hicretninki 2-yili Badr g'azotida Madinada nihoyat cho'ng bir tayyorlik bo'ladi. Hamma musulmon sahobalar nihoyat jiddiy, buningga intayin oshdi. Chunki Makkadagi nihoyat mushaqqatlik yashamdan keyin Madinaga ko'ch qilgandan keyin bu hamda tunji qatimda bir cho'ng ish bu hamda. Alloh azza va jall cihatga izni bergandan keyin tayyorlik qilinayotgan nihoyat cho'ng bir ish. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuninki uydimi mushu hayajon, mushu xushallik ishlari Zayd ibn Sabitning uydan bo'lgan. Hazrati Zaydning dadasi kichiklam o'lib ketgandimdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga hijrat qilib borgan vaqtida dastlabda musulmon bo'lgan kishilarning qatoridan bular. Zayd ibn Sabit. Şu vaqtda yaş kichik dahi, yaşı 13 yosh. Hazrati Zaydninki onasimi balasininki Rasululloh bilan bir sapda, sahobalar bilan bir sapda bu tunji qatimlik Alloh yo'lida chiqqan cho'ng safarninki bir fardi bo'lishini nihoyat arzu qilgan. Balasi bilan shunda uyda muңdashgan. Agar dadang hayot bo'lgan bo'lsa, balam mushu Rasulullohning yanida sap tutib, mush xizmatni qiliti. İnşallah sen hamda dadang bo'lmasimi, dadangning o'rniga mush sapdan inşallah qatlib ketasa degan umidda Zaydni tayyorlab payg'ambarimninki shu qo'shin hozirlagan yeriga Zaydni avadidir. Tarix kitoblarida Hazrati Zaydninki shu chog'dagi holatini unda o'zi bilan tang uzun, hattoki ba'zi rivoyatlarda o'zidanmi uzunroq bir qilishni shuni so'rab, sapning qatoriga chigan holatda bayon qiladi. Payg'ambarim sapni ko'rib, kelib, arliqda bir kichik bolaning boshi kelganini ko'rib, uningdan ham suyunib, ham uning ahvolini so'rab, yeshining kichikligini taqa hozir cihatga nisbatan hozirlik tayyorligining bitmaganligini deb uni shu qaytardi.
Chetda buni ko'rib turayotgan ana sen naiti absulundo, Zeydmi absulundo. Shundan keyin Badr g'azotidagi asrga tushgan kishilarda hammamizga ma'lum, payg'ambarim o'sha yeziqni biladigan asrlarningki boshqalarga o'g'itish badaliga pidya hisoblanadigan shu mezgilda Hazrat Zeydmi Ayshada yeziqni shu chaqda o'rgangan. Zeyd nayt hushyor, nayt zeki kishidan tartiblar. Payg'ambarimga shu sabti bulashgan nayt o'zi hirisman. Shuning bilan onasiga, tog'illarga, jamoatida nayt cho'ng bir maslahat ulab Zeydni mush payg'ambarimga tutib bersak, payg'ambarimning qashiga olib bersak, Rasulullohning qashida tarbiyalansa, buning dadisi yo'q. Payg'ambarim o'zi bevosita tarbiyasiga olsa degan maslahat bilan tog'illari Zeydni Rasulullohning oldiga olib borishgan. Payg'ambarimning qashiga olib borgan chog'da mana diqqat tortadigan bir gaplar olib bordi. Ya Rasululloh, bu Zeyd bu odatdagi bola emasmi? Bu sana Allah qalbinga o'rinlashtirgan Allohning so'zidan o'yet so'ri biladi bu. Rasululloh buningga naiti ajablanib, o'qib baqamsiz be ikki so'ri o'qib baq deb oldida o'qitdi. Qiroatlari naiti adolat, talaffuzlari uchuq, dana. Payg'ambarim bu yerda bu Zeydga bir Allah ato qilgan bir iqtidorni mushahada sezdi. Shuning bilan bundan naiti xursand bo'lib, ham yeziqmi yoza oladiganligini bilgandan keyin shu chaqda Zeyd qidaydi. Balam sen yezishni biladi ekansa, o'zing naiti hushyor ekansa, sen menga mush Yahudilarning tilini o'rgansan. Yahudilar bilan bizningki ilm birim, maktub mushunda narsalarimiz bo'ladi. Men toza ularga emin bo'lanmayapman. La amanuhum ala kitabi degan ibora bor shöyle. Ya'ni ki ulug'i yozgan xatda va uludan bizga kelgan xatlarda bu muroslatlarni jiq odamlarning o'qishini xohlamayman. Bu bir sir bu. Shunga sen mushuni o'rgansan degan vaqtida Hazrat Zeyd bo'ldi deb 15 kunda o'rganib bo'ldi. Shu chaqdagi İbrani tilini 15 kunda. En bu yerda mushu balonni kichigida oningki talantini bayqash bu nihoyat muhim bir ishmiş. Payg'ambarimning oldiga Zeyd shu chaqda kelgan vaqtida yeshunda cho'ng emas. Shu 13 yoshli Badr g'azotida o'qigan bo'lsa, shu 14-15 yoshga bormagan vaqtlari. Tahi endi uygunishni boshlaydigan, yetiladigan mezgillari. Shu balaning shu chaqdagi iqtidorini, zakovatini, hushyorligini Rasululloh sezib, uni nihoyatda to'g'ri bir yo'lga sep qo'ygan. Shunga hamda shu baladagi iqtidorini, ko'zlik, ditliq odamligi ko'rsatib, mening shu balam nima ish qilsa bo'ladigan balado? O'qisi bo'ladigan balamidi yoki to'qisi bo'ladigan balamidi bu? Bu nihoyatda muhim bir tarafim shu. Zeyd 15 kunda o'rganib bo'lgan İbrani tilini. İbrani tili u arab tilidan ayrimlan bir til u. Bugungi ma Yahudilar so'zlashayotgan til İbranining o'zgarib ketgan shakli bu. Ma arab tiliga o'xshamaydi. Shundan keyin asta Rasulullahninki boshqa diyorlardagi kishilarga yozadigan maxfiyat xatlarini, yozadigan, kelganini o'qiydigan Rasulullahning xos odamiga aylandi, xos. Ki yeni ehtiyoj tushdi. Suriyani tili qadimgi Suriya tili deymiz. Suriyani tilini Hazrat Zeyd 17 kunda o'rganib bo'lgan deyiladi. Allah azza va jal bu kishininki zakovatini, qalbini mushunda bir echib tutgan. Ham bu yerda payg'ambar rioyatimi ham mavjud bu yerda. Tarixchilar Hazrat Zeydninki mushu jihatdagi aloyidligini bayon qilib,
Şu devrinin üzüde bağ olgan 6 xil tilni Zeyd bilib dedi. Rum tili, Habeş tilinin tilini, qo'shni eldagi Misrdagi Nabati tilining tilini, 6 xil tilni Zeyd favri, hozir javoblik bilan tarjima qila oladigan, ham uningga qaytib javob bera oladigan munda saviyada Hazrat Zeyd shuni o'rgangan. Mushu vaqtida taxi 20 yoshga yetmagan vaqtida. Shu mezgillarning o'zida shu til vositalari, ashu alayliklar bilan Rasulullahninki xos odim. Rasulullahning qishida qildigan ishlari u kichik gaplar emas o. Ayda o'ttagan, mayda qopgan unda gap emas. Shu 50dagi odamlarning hammasiga islomning da'vatini yozadi. Ulardan kelgan xatni o'qiydi. Nihoyatda cho'ng temadagi, cho'ng mazmundagi suhbatlar o. Şoňa şu ballyny yeş sebäplik yoki başga bir narsa sebäplik kiçigiletmey, ularninki aqli süzük taxıl çağda. Qalbi pakiz. Anlagan narsaga nisbatan hasil boladigan imkonlari balkim cho'ng odamnikiga mi kemmeydigan narsalar kelishi mumkin. Kichigidan tortib, bunda cho'ng himmatlantirib, uningga alayda e'tibor berib, gapini tinglab, maslahatiga qarab qilsak, bu yerda nihoyat bir cho'ng himmat hosil bo'lgan gap. Hazrati Zeydninki 6 xil til o'rganishi. Taxi 10 yosh vaqtlar bu. 10 yosh vaqt degan mana hammamiz ko'rayapmiz. Shu insonninki fitri tabiatida taxi o'zi o'ynaydigan, o'ziga xos ishlar bo'ladigan, o'ziga xos o'yan tomosha bo'ladigan vaqtlar. Lekin bu bolaninki himmati o'zgargan bu yerda. İçide, qalbida, ruhida başqa bir narsa shakllangan. Bir odamninki ma'lum bir narsani qilishga birinchi eng cho'ng turtki omil uning ichidagi himmati. Uni bir qo'zg'aydigan ichki kuch bo'ladi uni. Harakatni bog'laydigan bir ichki kuch. Bu ichki kuch intayin muhim narsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki hijrat qilib kelishi bilan Rasulullahning oldida Medine'ge evetken Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anhu'nunki daveti bilen bu Hazreti Zeyd'nin kalbige yeşidin çoğun devredeki ballının hevesidin çoğun bunda bir bilese kalbige ornugan bir davetul İslam, neşrul İslam, İslam meşrini kütüreş, ahiretlik bağlaş bunu, dinni Muşu Arap tilidan bo'lmagan odamlar tushunadigan shaklda ulug'i yetkazish. Bu ilahiy xizmatninki o'zi qalbga bir muhabbat shaklida o'rniga vaqtning o'zida bu xizmatninki mas'uliyatidan chiqish, buningga havaslanish, buning mukofotini olish degandan iborat. Bu narsalar odamning qalbiga urilishga vaqtning o'zida o'rganishni, ilmni, hayoti dunyodagi turmuş kapalatiga vesile qiladigan narsaga aylantirmasdan bu bir neşril islomninki birinchi oldingi sharti degan narsa odamninki qalbiga urilishga vaqtida zehniga rasmiy makallashga vaqtning o'zida bu kuch bilan andin ashu 6 xil tilni o'rganish degan narsa anda hosil bo'lgan gap. Bu dunyoda eng ta'sis til o'rganish. Bu boshqa bir odamning gapini, boshqa bir odamning hissiyotini, boshqa bir o'ripini sizde başka bir narsa yetilib bo'lgandan keyin uning tüpsüge o'nish degan gap bu. Ma kichikdan tatib o'rgangan narsaga o'xshamaydi. Masalan, bizlar hozir til o'rgansak, nihoyat tez. Nimishqa? Hissiyotlarimiz uyg'urchaga bekib bo'ldi. Fikr qilish usulimiz uyg'urchaga bekib bo'ldi. Endi ikkinchi bir tilni o'rganish degan gap, ikkinchi bir odamdek bo'lish degan gap bu. Endin ashunda o'rgangan bo'ldim. Bo'lmasa, yanala so'zni so'zga almashtirib qo'ygandek bir narsa bu. Bu Hazreti Zeyd'de urulaştığını 6 adam ameliyatı vardı. Özü bir adam bo'lgan bilan 6 adam. İbrani tilini İbrilidek sözleydigan, shularning o'riplerini tushunadigan, shularningki til qonuniyatlarini biladigan, shularningki xuy mijozini tushunadigan, Suryanilini Suryanchisidan obdan biladigan. Ya'ni 6 odamga aylanish degan gap. Bu nihoyat bir jafo, mushaqqatlik bir bosqichni besishni ko'rsatdi. Mushuninga bayon qilgan Heliki himmet qalbga urilishga vaqtning o'zida endin mush ishni qilgan edi. Endin. Bo'lmasa bu
buni ikkinchi bir turmush kapolatiga bog'ligan vaqtida o turmush kapolatini hosil qilolmasalar buni tashib o'tish to'g'ri keladi. Diniy ilm asli shunday narsa bu. Diniy ilmninki asli tabiati Bismillahirrahmanirrahim deb o'qishchiga vaqtini tatiblam birinchi kalimada o'rganadigan narsa emas. Buni Alloh rozi qilib o'rgansa, agar dunyoga erishima deb o'rgansang harom jumama bo'lmaydi. Unda o'rgansang o'rganadigan narsa emas bu. Birinchi jumlada o'rganadigan narsa emas shu. Anda olsa bunda bir mushaqqatlik narsani buning jafosini ko'tarishga zodi nima turtkulidan bu yerda bir narsa bo'lash lozim bu yerda. Bu jafoni ko'tarishga. Bu aşı qalbga o'rinlashtirilgan, aşı islomni taqdish, oxiratdagi Alloh buningga tayyorlagan mukofotga nafsini bo'ysundirish. Aqldagi taslimiyat yetmaydi. Aqldagi taslimiyatdan boshqa nafsi aşı taslimiyatning yetakchiligiga bo'ysunish lozim. Bu ikisi ikki xil narsa. Bugun kunimizda davomli vaysaydigan bir ishimiz. Nurg'un ishilda suvish nihoyatda jiq bo'lgan. Suvib ketib boramiz hamma narsada. Bu ijtimoiy kasalliklarni, nafsiy kasalliklarni hozir hammamiz bayqiya oladigan darajaga aylandi. Buningga bir tadqiqotchi ketmaydigan, hamma odam ko'ribla jamiyatning umumiy holatida cho'ng jihatda bir suvish ulavdi degan narsani ko'ralaymiz buni. Bu yerda hech kim islomdan chiqib ketgan yo'q, hech kim murtadlab ketgan yo'q. Hamma odam Allohning birligiga, payg'ambarining haqligiga taslimiyat joyida. Lekin masala eng ochiqchilik masala nada? Nafs bu aqldagi taslimiyatning yetaklashiga bo'ysunmaydi. Men nafsninki havaslanadigan narsa boshqa bir narsa bo'lib ketdi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, masalan, bir oddiy bir misol bilan deb o'tib ketsak, bir odam shu kavobga yomon amroq odam keldi. Kavob zodi xuma ekan shuni. Doktor endi buni yeysan sen ig'ir chatoq qilsan dedi. Bu doktorning gapiga taslim bo'libdi. Hozir musha odam doktorning gapiga taslim bo'lgan vaqtidan tatibla bu odamning nafsi kavob qo'ygan irismanligini butunlay to'xtamdi. U unda to'xtatmaydi. Bu irismanlik nafs tarbiyasini tugatgandan keyin endin bu aqlning taslimiyatiga, aqlning yetakchiligiga ergishib andin mangdi bu yer. Tarbiya mana shu ikki nuqtada olib beriladi. Hem uning aqliy jihatini fikr va e'tiqodda sabitlashtirish va nafsidagi kasalliklarni davolab, aqlninki shu shariatdagi prinsiplardan o'rgangan narsaning yetakchiligiga boshlashiga bo'ysundigan qilib, nafsni uningga yetaklab manishiga tayyorlash degan gap. Endi bu yerda bu payg'ambar alayhisolatu vasallamninki tarbiyasida bo'lgan bu kishilarda keyingilarda yo'q narsa payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh azza va jal mushu maxluqotlar ichida yaratgan eng insoni komil Rasululloh sayyidul bashar. Sayyidul bashar bo'lgan payg'ambarimizning tarbiyasida bo'lgan odam ma'lum. Bularninki aqli taslim bo'lgan nafsiga nafsi qarshi chiqadigan tipdagi odamlar emas bular. Nafsimi ham shu aqlidan taslim bo'lgan, aqliga o'rinlashtirilgan bu nashrul islom, islom mashrini ko'tarish, boshqa kishilarga Allohninki kalimasini yetkazish va buningki fazilati degan narsaga nafsimi ham shuningga unab mangadi. Bugungi masalamiz nada? Bugungi masalamiz taslimiyatda emas. Bugungi masalamiz nafs mayada eg'ir darajada kasal bo'lib ketib qoldi. Nafs aqlninki taslimiyatdagi yetakchiligiga bo'ysunmaydigan, jismoniy jihatdagi lazzatlining, jismoniy jihatdagi ehtiyojotlarimizninki keyniga, shuning so'rishiga tortib ketadigan manda bir zaif holatga tushib qoldi. Shunlashqa normal holatdagi masalaga muomala qilishimiz bilan ciddi holatdagi masalaga muomala qilishimizningki farqli bo'lishi, ciddi holatda nafsimizni aqlimiz so'rab manishga kuchi yetmadi. Ciddi holat bo'lgan vaqtida nafs ektibardash keyingiga tatiblar hamma narsani.
Bu yerda cho'ng jihatda suvish yuz berayotgan bo'lsa, bu suvishninki tutki masalasi islomiy prinsipal masalani bilmaslik emas. Halal haromni farq qilmaslik emas. Bular hozir bugungi vositalar bilan hamma yerda hali kengri bayon qilinadi. Eng masala o'zimizninki nafsimizning o'zini aqlimizdagi taslimiyatga bo'ysundigan shaklda ravonlashtirmayapmiz. Ash kasalni toza davolashga urinmayapmiz. Allah azze ve celle insonni ham jasaddan, ham ruhdan tutgan bo'lsa, ma jasaddagi kasal, jasaddagi ehtiyojat degan hamma odam his qila oladigan, uning ziynini darhol ko'radigan bir narsa ekan. Bir odamniki qo'zqarib qolsa, uning ziynini darhol ko'rdi ekan. Bir odamning puti og'rib qolsa, uning ziynini darhol his qildi ekan. Buning doktoriga, buni davolashga hammadan chopadi ekan meniki. Lekin men nafsning kasalini bu nihoyat ig'ibiy kasal ekan. Buni his qilishmi, davolashdagi ochiqni ko'tarishmi, bu yerga pichga mashg'ulot, riyozat ketadi. Biz endi mushi jihatdagi suvishtirimizni, nafsdagi kasalligimizni bir tuzishga, aşağıya bir qarab chiqishga, qandaraqdi meninki deb sho'ga bir zangsab baqsaq, ijtimoiyatdagi bugungi kunimizdagi hammamizning ish pishayotgan bu suvishni, mushu hayajonning tuvallab ketishininki chorisini, tadbirini, buningki tegi manbini sho'dan inshaalloh topa olamiz. Hazrati Zayd'dagi eng yuqur narsalar, aşı japolini ko'targizayotgan narsa, bulada hayajon nihoyat yuqur shaklda. Bular islomninki yelishiga, Peygamber aleyhissalatu vesselamning bu dinni da'vat qilish, musulmon bo'lishiga kishilarning islomga chirishdagi heliqi hayajon ko'zlarini, Rasulullohning hissiyotlarini bular qarab, o'ziga payg'ambarim xush bo'lgan narsaga xush bo'ladigan bir mijozni o'zlariga o'zlashtirgan kishilar bular. Bu odamlarga u 15 kunmi dahi jiqulab qopti degidek darajada. Ularning himmatlariga nisbatan. Zayd radhiyallohu anhu mushkil tipdagi inchikiligi, zakoti bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu kishini keyin vahiy katibligiga o'zining yeniga rasmiy oldi. Vahiy katibligi u hammadan qilgan ish emas. Na cho'ng sahobalar bo'lgan, lekin hammadan qilgan ish emas. Payg'ambar alayhisolamning sahobalarininki hammasining o'zining xos alohidaliklari, o'zining cho'ng sifatlari ko'riladigan sohalari bo'lgan. Zayd radhiyallohu anhuninki eng cho'ng alohidaliklari bu kishi nihoyatda inchga, o'zi ishonchlik, ziyoda zaki. Ibn Kesir Biday va Nihoyada mushi ibora bilan sifatlagan Hazrat Zaydni. Ziyoda zaki manda, normal zaki emas, ziyoda zaki. Bir anglagan narsani shu patlamchi bilalaydigan, shu pete kitob maktubat qilib yoza oladigan darajada. Rasulullohninki katiblari 40, ba'zi rivoyatlarda 42 katiblar bo'lgan deyiladi. Mushu katiblarning ichida payg'ambarim bilan eng ko'p munosabatda Rasulullohninki eng ichki narsalarni biladigan Zayd radhiyallohu anhu. Vahiy tushgan zamonlar payg'ambarim Zaydga odam aytdi. Zaydni boshlab kelinglar dedi. Zayd mushu mezgilda taq yemek chiymagan. Mushu Zaydni to'lab kelinglar degan vaqtida Zayd ibn Sabit taq 20 yoshga chiymagan taq. Hazrati Zayd tushgan vahiyning o'zini xotirlaydi. Payg'ambarim yozg'inini menga bir o'qib baqamdi Zayd dedi, qayta o'qiydi. Bu jarayonda ham yozadigan, hem ayetning tush sabablarini bilib o'rganadigan, hem oyatdagi mujmal tushunmagan yerlarini bevosita Rasulullohdan so'rash sharpiga muyassar bo'lgan. Hazrati Zayd bu jarayonda hem katibul vahiy, hem payg'ambarimning xos tarjimoni, hem Qur'oni Karimga munosabatlik bo'lgan ilmlarning hammasidan xabardor bo'lib, bunda pishib yetilib chiqqan. Bu yerda nurg'un darslarni ola olamiz. Bu yerda ham o'quvchi bilan birga bu o'quvchini yetaklaydigan ustozning bu nihoyat muhim rol o'ynaydiganligi bu yerda ko'rinib turdi. Zayd ibn Sabitninki ustozi payg'ambar alayhisolatu. Hazrati Umar bir rivoyatida shunda bayon qilgan. Shunda jamoatchilik to'plangan bir yerga kelib, agar aranglarda Qur'oni Karimga munosabatlik biror narsani bilmoqchi bo'lganlaringiz bo'lsa, Zaydning qishiga o'ringlar.
Qur'onga munosabatlik ilmni Zayd eng yaxshi biladi. Agar fiqhga munosabatlik halol harom masalalarini bilmoqchi bo'lsanglar, Muaz bin Jabalning qashig'i boranglar. Muaz bin Jabal bu nihoyat yaxshi biladi. Malga ehtiyojinglar bo'lsa, malni men taqsim qilib beraman. Alloh azza va jall buning idorasini menga beribdi. Bu ishni men qilaman. Shu mezgilda taxi Hazrat Zayd unda cho'ng emas. Ma gapni nihoyat ko'p ta'kidlashim. Bugun biz hamda yoshlar qismi nihoyat kundan kunga ro'yi churib ketayotgan bir davrda yashayapmiz. Bu cho'ng'o'g'in olmaydi, yuğunatqin olmaydi. Bu ballada shunda bir güdeklik, shunda bir kichiklik borki, yuğunmaydi bu balla faqat 18 kichigini kichik, 25 kichigini kichik. Bir adam bilan salomat bir assalomu alaykum bilan va alaykum assalomni salomat yaxshi turdingizmi deb buzib etmay ikki jumlani qamlashtirib, men paloniyaga mangan deb bir ravan yo'lini mangalaydigan bir adamni ko'rishga zarlab ketib bordi degan kunimiz. Bu balla cho'ng'og'ini nima dedi? Bu masala zodi nada bo'ladi bu yerda. Bugun biz hamda sonimiz ko'p. Lekin saqofat jihatda, madaniyat jihatda ma bizga hokim bo'lib olgan, iqtisodiy jihatda kuchli bo'lib olganlarninki eg'ir bosmas asosida yashayapmiz. Ularninki bizga g'olib kelgandek unda madaniyat yo'qdi. Unda madaniyat degan bir narsa yo'q. Ular ming yilning yozi nihoyatda axlatda yashab kelgan xalqlikdir. Endi bugun hamda musulmonlar o'zining ma'naviy boyligini tuvan ko'rishga boshlagandan tortib dunyoga bo'lgan qimmati eshib ketishga boshlagandan tortib bu g'arbdagi moddiy jihatdagi kuchga havaslanishga boshlagan vaqtimizdan tortib ma ruhimiz kichiklab ketishga qarab mangdi. Ma ruh kichiklab ketdi. Odamninki ma'naviy kilosi bek ajlab to'lab ketdi. Odamda 15 kilo 16 kilo kelgan bo'lib qoldi. Ma'naviy jihatdagi ig'irlik, maydondagi sabatlik, voz kechmaslik, bir narsaga menda jur'atlik ulash, bu jihatdagi menda kilo sonini menda jing'isab baqsaq, yomon haqiqiy odam 20 kilo keldigan. Bu misol shu cho'ng kichik anchimi bir paq olmaydigan bo'lib ketib qoldi. Masala nada desam, masala ma'naviyat jihatda ma'naviyatga bo'lgan qimmat to'lab ketib bordi kunga. Amaliyotda biz ma'naviyat jihatdagi qimmatga eng cho'ng numr bergan shu jihatdan tarbiyat qilishni birinchi numrga qo'ygan payg'ambarning ummatiz. Kisroninki mol mulki Kisroning o'ljisi kelgan vaqtida Hazrat Umar keyinni qilib yig'lab ketgan. Aplo, endi chatoq bo'lgan bo'ldi edi. Bu hammamiz qo'shilib olsak, sen nima qilasan desam, mana mush chatoqdimi shu. O'sha Haruvda kelgan mol mulk ummati Muhammadiyaning qalbiga kirib ketsa, shu mezgildan tortib bizning mag'lubiyatimiz boshlanadi. Bugun biz hamda bu moddiy olamninki ma narsalarga havaslanishga boshlagan vaqtimizdan tortib ma ruhimiz nihoyatda kichiklab ketishga qarab boshladi. Ruh cho'ngdimi, kichigidimi, kichiklab ketdi. Bu ruhiy jihatdagi kichiklab ketish nima ifodalandi desa, jiddiy holatda bek ifodalandi bu. Jiddiy holatda obdan kuchli odam birashki mushqimi sentirilib ketmay joyida ching tura oladi. Bo'shaq bir odam bir shapaloqim 4 yiqirab ketgan gap. Endi bu imtihon dunyosi Alloh azza va jall har turli imtihonlarga bizni ma'ruz qiladi. Bu kofirning dunyosi emas, yoki bizning bu imtihon dunyosi. Musulmonga nisbatan hamma narsa har vaqt har zamon imtihonlik bo'ladi. Madamiki iymondan iborat bu bir muqaddas narsaga biz taslim bo'lgan bo'lsak, buning imtihonini tetimay bu dunyoda ketadigan ish yo'q. Bu imtihonda sentirilmay turish, shu ma'naviyatga kuchlan bo'ladi. Ma'naviyatimiz to'lab ketgan vaqtida tipirlab kuch qolmagan chaqda to'xtaydigan narsaga aylanib qolamiz. Ash qurbonlik so'ygan qo'y qani rasmiy tutgan vaqtida anda harakatini to'xtatadi-ku. Bizningki oldimizga duch kelgan musibat, qiyinchiliklarga nisbatan tutgan pozitsiyada har yangi shaklda ifoda bildirib, har yangi shaklda chiqirib buningga, har yangi o'zimizningki hudu sabatimizni yo'qotib, tipirlab
hushimiz tutgan vaqtida sakinlashib qilish bu iymon emasmi? Iymon shu birinchi mush tekkan vaqtning o'zida şu daqiqaning o'zida shu ishni hal qiladigan bir diqqat, bir basiratga sahip bo'lish, shodika bir turishga ega bo'lish deganga. Musulmonlar eng cho'ng musibatli kuni payg'ambarimningki rafiqul a'loga o'rlagan kun. Bundan cho'ng musibat kunimiz yo'q. Bu kun hamda yer va osmonningki vahiyninki uzilgan kuni bu. Hamma musulmonlarga nisbatan bir yulinadigan yar yulak uzilgan kun bu. Musulmonlarga nisbatan ta qiyomatgacha bunday cho'ng musibat bo'lmaydi. Eng cho'ng musibatimiz payg'ambarimizningki bizning aramizdan rafiqlarga ketish. Çünkü biz özümüz kaldık bu vaxtda. Özümüzün aqlimizga kaldık. Şu vaxtın özüde sahabiler Beni Saida kabilesininki Şoylu'da Ensar ile muhacirli yığılıp şöyle talaş tartışıldı meydanda. Peygamberim hem de kayıttı Müslümanlarınki idaresi çümdü buludu. Bu hem de iki adam bir işine teng ortak kıladigan bolsa, bu işini idare kıladigan adam pek mühim bir yer. Hemme nasidin şu mühim. Peygamber Aleyhisselam ketgendikilla umumi cemaatçilikninki hareketi, nizami bunu idare kıladigan adam her qanday işti mühim bu. Peygamber Aleyhisselam kipelineglik. Sahabiler aşı hoyluda muhacir ensar olab şöyle talışıp kaldı. Çünkü Resulullah'ın bu vaqtda eniq yo'l-yo'riq yo'q. Menden keyin palanchi manda bo'lsin deydigan eniq nassi bir yo'l-yo'riq yo'q bu yerda. Ensarlar ilgiriki ishlig'i qiyoslab. Çünkü Peygamberim onun aldidiki har qanday bir g'azot yoki bir sariyaga qo'shin avassa, muhacirlar ensarlarni mana birga yo'lga soladigan odati bor ekan. Ensarlar bu ishni qiyoslab şöydeki söhbette ahir xulasida sizden bir emir olsun anda olsa bizden birisi olsun talaş tartış muşege keledi. Şu vaqtida biz bayatınızda suhbatlarini bayan qilib atgan Zeyd ibn Sabit şu meydanda bor. Bu cho'ng kengash meydoni bu. Hazreti Zeyd dahi 21 yaş, 22 yaş. Şu kengash meydonida Zeyd bor. Hazreti Zeyd ensarlarga şöyle deydi. Ey ensarlar. Biz Peygamber Aleyhisselam hayat vaqtida bu adamlar muhacirlar Resulullah muhacirlarning ichidagi bir adam edi. Biz Resulullahga ensar bo'lgan. Bugun Resulullahning izidan bostirgan xalifa yana mushu muhacirlardan bo'ladi. Biz Resulullahning ash xalifasiga biz yana ham ensar bo'lmaymiz. Hazreti Zeyd'ninki bu xulası gibi bilen ensarlarımı cayıq kelgen Hazreti Ebu Bekir'ninki yolu bilen beyat Hazreti Ebu Bekir'de bitken. Bu naiti bir ciddi bir halet mağu. Peygamberimden kiyen bu yerdeki idari işini Araplarninki kabile boyunca kıymet tabidigan hak bu Araplı digen. Evs Hazret hem cemaat baş öde. Bunda bir topluluğun arasında bu idare kıldıgan kişininki belgilenmey ketkendiğin kiyinki bu yerdeki ciddi haletine tasavvur kıyın olmaydı. Bu ciddi haletinin yüzüde en basiretlik, en cayda karar çıkmaya kalsa hemen neyse malama bulup gidiyorlar. Hazreti Zeyd en ciddi peytte ve eğer yüzü ensar olsun mu, yüzünün kavimdaşlarının fikrine karamak karşı çıkırgan gep bulup kalsın mı, bu yerde meydanda turup, yüzünün şu Resulullah'ın kışıda turup, manevi cihetten Resulullah'ın sübüygen şu göz kararlarını aşağıda keskinlik olan ifadeler bu yerdeki meselini müşnab bir taraf koyuyor. Hazreti Zeyd hakkında toxtulduğan bolsak, bu zatınki menaqib sübbetlere naite nurgun. Hemimiz anlayan Kur'an-ı Kerim'ne cemi kılış vakası var. Kur'an-ı Kerim'ni cemi qilish vaqasi mı naiti cho'ng bir vaqa bor. Shu cemi qilish vaqasida tunji qatimniki Hazreti Abu Bakr'ninki de bo'lgan. Shu vaqtida ham Hazreti Abu Bakr'ning davrida Hazreti Zeyd yenilam 30 kirib ketmagan. Yenilam 20 yosh. Chunki Hazreti Zeyd Hazreti Abu Bakr 2,5 yil yetmagan xalifa bo'lgan. Yeshi yenilam Hazreti Zeydninki taqa yo'g'onab ketmagan.
Ahırda vaqt münasebeti bilen men Hazreti Zeyd'nin qissini en ahırdaki sahabilarning Hazreti Zeyd'ga bergan bahası bilen tüketek. Sahabilar şu devirde Zeyd'ga muşu ilimde en vayığı yetken, en pişkin muşu aramızda, muşu Zeyd'miş o dep, muşu bahani bey. Bu devirdeki çoğunluğunki, büyüklüğünki itiraf kılıp bahalışı aşı sahabiler devirden tartıp yol kılıp başlanılan nesil. Şuna İmam Malik Hazret 20 yaş vaxtida Medine'de hadis rivayeti oturduğu vaxtida Medine'deki 70 çoğun alim sen hadisten rivayet kıysan bulduğaya yetten emde de şuna diye. Bu şunda bir yol bu. Yani ilimdeki çoğun amanet. Sahabiler Hazreti Zeyd'ke muşunda bahane bergen. Aramızda muş hemme sahada. Bolapmı Peygamberimizdinki süptü boyunca miras ilmi da Zeyd en vayık yetkini. Miras ilmi en inçke, en hesapka ihtiyacı var. Hem Peygamberim ümmeti İslami'de en deslep kütürlep gittiğini miras ilmi diyen naiti inçki bir ilim bu. Hazreti Zeyd miras ilmi de en vayık yetken. Hem mufti, hem Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in devrinde bula hacı gitip kalsa Medine'deki idare işini Zeyd kılıdı. Hem cihetilde bu kişiye Allah'ın da her xil iktidarını, her xil mevahibilini veriyor. Hicretinin 45. yılı vafat tapkan vaxtida Hazreti Ebu Hureyre şuna bir meşhur gapni qilgan. Bugun hamda Zeyd bilan billa nurg'un ilmni kunbatib bilgan. Ummatninki eng katta bir olimi bugun ketdi. Zeyd'in keyin hamda Zeyd'ning o'rnida Abdullah ibn Abbas bo'lib qolamiki bo'lsa, bo'lmasa buningdek adam chiqmoqtas deb Hazreti Ebu Hureyre Zeyd ibn Sabitga mushunda baholni bergan. Xo'sh, demak Zeyd ibn Sabit radhiyallohu anhu hayoti bo'yicha mushu izlanishlari bilan dini islomga bo'lgan xizmati bilan qaysi sohadagi nega xizmat qo'ya olsa, şöydeki xizmatni voyaga yetkazib tamomlagan bir sahabi. Biz hamda shu sahabilar qilgan iymonni bizmi qildik mana. Bayatın aralaqda deb o'tganimizdek, bugungi bizdagi eng chong masala mushu nafsimiz naiti kichiklab ketib bordi. Kichiklab ketishga o'zimiz yo'l qo'yatimiz. Bir kasal odam kesilining eg'ilab ketishiga o'zi sabab bo'ladi degan gapni deydi ekan ma doktorlar. Mush yemi deganimni yemasa, mush farzlarni qilsa, mush odam o'ngishildigan odamda o'zining kesilini o'zi eg'ilashtirib boradi degan bir gapni deydi ekan. Shuning payidasida bugun navbatda musulmonlar biz nafsimizninki kichiklab ketishiga, yo'g'ini yanmasligiga, o'zgarmasligimizga o'zimiz sabab bo'lib, o'zimiz yo'l qo'yib qo'yatimiz. Biz ahiret kişenge adamlar. Muşu daqiqada ajalning vaqti to'shgan bo'lsa, muşu daqiqada ketimiz ki ma dunyodagi yasham qonuniyatiga chut o'xshamaydigan. Biz hech qanday aloqasiz bo'lgan, hech nimaga egolanmaydigan, javobli beradigan, hisob qilib tortiladigan ayrim bir dunyoga ketimiz. Bizningki tafakkurimiz bunda bir narsaga qurilgan odamlar biz. Shunga hamda ma dünya degan narsaning o'zini bu lazım bu yerda yashash uchun. Lekin ma'vo nafsimizga bekchirib oldi. Bizni bir sog'lom tafakkur qila oladigan, sog'lom qaror oladigan, bir musulmonligimizdan huzurlanib yashay oladigan taraflarimizni to'suydigan darajada bu ixtiyorsiz chirib oldi ma'vo. Men mush ishning ziyonligini bilmayman, ammo yama amroq menmaningga degandeklar bo'lib qoldik navbat. Muşu kesellikninki hammasining ig'ir kesellikini hammamiz tutib turibmiz. Hammamiz bo'lmayotganligini bilib turibmiz. Ammo mushuninga bir hozirlik, mushu achchig'ini tetib, o'zimizning ashadagi mehnatlarimizga, nafsdagi mehnatlarimizga, o'zimiz bir murojaat qilib, mushu ajab mehnatlab ketibdi deb, ammo yo'g'aydan boshlab olmay, bugun ular Bilal Habashidek bo'lib ketsam bo'ldi demay. Bugün olan Ebu Bekir Zeyd'dek bo'lib ketsam bo'ldi demak. Bugun eng
yaqin yerdagi tashlab o'tadiganini tashlab o'tib, bir sunnatdan keyingi zikrlarga ahamiyat qilmayotgan bo'lsak, shuni bir hafta qilib baqilay, ashunga bir o'zlashkicha. Bir talatuzdagi odamlarningki g'iybat shikoyatlarga aralashib qolgan xuyimiz bo'lgan bo'lsa, to'rtadan paransoqavatga yerdan bir qaramay ketadiganni bir 10 kun qilib baqilay. Yani en yüzümüzge yakiyeden başlayıp işine. En yakiyeden. Qilsak bu inşallah bu mümkün buladigan Allah'a yalvarsak, Allah kalbimizden güçlendirdigan imandan ibaret bu meşal bo'lgandan bizning qalbimizning irishi yama asan. Bu iman yok adamga qarag'an chaqda iman ba musulmon deganninki qalbining irishi nayt asan. Qilsak Allah azze ve celle hemimizge nisbeten bunun bir çıkış yolu biridir. Allah hemimizni şu bereketli günde özünün rızasını izleydigan, özününki rızası için hareket ve himmet kıladigan yaxshi musulmonlarning qatoridan qilsin. Bundan keyingi ibadet kunlarimizni texmi xayrlik ve bereketlik o'tkazishni Allah hemimizge nasib qilsin. Diyorimizda mushu vaqtida Allah azze ve celle'ge ibadetten mahrum bo'layotgan qavm qarindoshlarımızga Allah azze ve celle ibadetning ajr mukofotini Allohdan berishini so'raymiz. Dunyodan qaytib ketganlarninki oxiratlik hisobini oson qilib, hisobsiz jannatga kiradigan kishilarninki qatoridan qilishni Allah azze ve celle'dan so'raymiz. Yani buningga nisbatan bir og'iz gapni yana qo'shib aytgim kelyapti. Bek umidsiz bo'lmayli. Bizning paloniyada turmadi, jimam o'lib ketibdi. Pistoniyada manda bo'libdi deb. Yani bu imtihan şunda bulgan gap ekan. Bu aş qarindoshlarimiz o'zining sabati bilan tursa, bu oxiratda ular o'ylab bakmagan darajadagi bir mukofotninki boshlang'ichi bu. Buni endi biz bir g'animat yoki bir fursat degan narsaga aylantirib tushunsak, bu nihoyat yaxshi fursat. Agar buni bu bizga nimishqi munda bo'lganda deb tushunsak, bu taxmo hali kesel nafsimiz normal holatda kontrol qilinmayotgan nafsimiz bizni taxmi egallab oldi. Şun Allah azze ve celle hem basirat hem himmet ata qilsin va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.